Hammaga xayrli tong do'stlar. Mana bugun 30-mart. Hammani Eid bayrami bilan tabriklayman. Bugun yana mana mashina bozorga chiqdik. Xudo xolsa Nexia 2 larni obzorini qilmoqchiman. Nexia 3, Nexia 2. Kuzatinglar, qiziq bo'lsa like va podpis tugmasini bosib qo'ying. Hali qiziqlari oldinda. Sizlar uchun harakatdamiz doimo. Do'stlar, mana Nexia 2 lardan boshlaymiz. 1.6 motori 2009-yil. Ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa ishi yo'q deyishyapti. Xadavoy, moy akkumulyator hech qanaqa ishi yo'q deyishadi. Tumankalar qilishgan, 100% shumkada ekan, orqa tonirovka. Do'stlar, mashina metanda, 90 talik metan. Undan tashqari benzinda ham yurar ekan. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Video nablюденияsi bor. Chexol polik o'rtacha. Mana bunaqa ekranchalar o'rnatib qo'yishibdi. Lenovo bu probegi qancha aka? 200 ming probeg. Sizdan ham mashina. Qanaqa ishlari bor? Yo'q, tozami hammasi? Polni xaraj qilingan aka mashina. Shumka, pumka, farasala, zemirlar tertilgan aka. Monitor, hamma narsa qo'yilgan. Ishlari yo'q, ha? Yo'q. Monitorda ham pabek hamma narsani ochadi aka. Mashina qayerniki ekan? Go'zalkent, Samarqand. Go'zalkent. Nech pul deyapsiz? 4600 aka. Bo'lishimi? 4200 qilyapti, kestirib qilamiz yo'q aka. 4200 zo'r qilibdi lekin. 4300 bo'lsa berasiz, ha? Xudo xolsa. Fursa beriladi aka. Aha, 4200 ga qo'shsa berasiz. Beramiz aka. Nomeringiz? 88lik 88lik 917 917 69 nomer telefonlariga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Do'stlar, keyingi Nexia 2 miz mana metallik rangida, yili 2012. 1.6 motorda, moy xadavoylar, chassida hech qanaqa ish yo'q deyishyapti. Balonlar holati yaxki balonlar o'rnatib qo'yishgan ekan, orqa tonirovka, metanda yuradi mashina. Aka, uzrda. Assalomu alaykum. Salon qismlari Chexol polik o'rtacha darajada. Anaqa ko'ringan nimalar o'rnatib qo'yishibdi. Yurgani Pashta 2 kurib yuribdi. 9 hech qanaqa ishi yo'q deyishyapti. Aka, buni ham siz bilan, ha? Bu toza mashinami? Ishlari yo'qmi? Miniladi. Ikkita orqa eshik bilan orqa kirlachasi bor, petna bor unda ham. Ha. Qolgan joyda yo'q. Qolgan joy toza. Ha, keyin kirlachasida manerchasida bor. Manerchasi. Mashina joychasida bor. Sepilgan, ha? Ha, sepilgan. Qolgan joy toza. Hech qayerda kraskasi yo'q. Nima texnik ishlari bor? Texnik ishi yo'q. Motor, xadavoy hamma narsa qilingan. Balanchalar yaxshi. Necha pul qilib berasiz? 4.5 aka bu. 4.5 taqilganmi yo'q yana? Biroz o'tamiz endi shu yaqin. Ha, 4 ga yaqin, ha, xudo xolsa. 4.5 ga yaqin bo'ladi. 4.5 ga yaqin. Ha, bir nima o'tiladi ekan. Xo'p. Nomeringiz? 91lik 544 544 1855 1855 nomer telefonlariga telefon qiling. Mana shunaqa holatdagi Nexia 2. Sizlar davom etamiz. Nexia 2 2009-yil chorni jemchuk rangida 1.5 motorda. Mana bu yaxki balonlarni qarashingiz mumkin. Mashina polni asilish qilingan, tonirovkalar urilgan. Mana 1 oy bo'lgan ekan. Tonirovka urganiga ruxsatali bor. Dag yurgani 3 kurib yuribdi. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Chexol polik yangi taqib qo'yishibdi. Apishkalar koja bo'lgan ekan. Tak, mana shu Pioneer kolonkalar o'rnatishibdi. Metan benzinda yurar ekan. Aka, sizdan, ha? Mashina Samarqandmi, qayerdaki? Samarqand Loyishdiki. Loyishdiki, ishlari yo'q, ha, miniladi, ha, xo'p. Yo'q, ish qolmagan aka. Faqat minish kerak bo'ldi. Aha. O'zim minishga qilib chiqqaman aka. Aha. Necha o'qib berasiz? Oxir 5000 dan o'tib beramiz. 4800, 4700. 4800, 4700 dagi bitadi, ha, xudo xolsa, naqdga. Variantga bo'lsa sal qo'shiladi. Variantga ham bor ata. Variantga ham bor. Yarmini bersa 5000 qilib beraman. 2,5 mingga bo'lsa. Qanchada yo'q, farqmas. 5 oy. Shunaqa? 5 oyda. Generalniy nimalar chiqadi? Ha. Nomeringiz? 95lik 95lik 771
00 33. 33 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Do'stlar, Nexia 2 ni zo'r holati, mana 2014 Dons 1.6 motorda 20% kraskasi bor ekan. Rugovoy mana tonirovkalar urishgan, mягкий balonlar taqishgan. Mashina chiroyli holatda. Metan, benzinda ham yurar ekan. Mana ichkarigi qismlari, chexol polik o'rtacha darajada. Yurgani почти 3 kuruk, mana 27 mingta. Holati yaxshi ekan. Mashinacha yurib turgan mashina shaharniki ekan, Samarqand shaharniki. Akajon, bu do'xolsa ishlari yo'qmi, hech qanaqa? Hech qanaqa ishi yo'q. Miniladi, ha? Faqat miniladi. Balonlar yangi, pultlari bor. Mejikallar, pultlar, hamma hech nima qilmaydi. miniladi bo'ldi. Bu bo'lishi necha pul endi? Taxlaga naqd pul bo'lsa, masalan 5300 bo'lish. 5300 shunda naqd pul beraverasiz. Aha, variant nimalar? 3000 bo'lsa telefon qilaysiz. 3000 bo'lsa telefon qilsin, variant bor. Nomeringiz 97lik 97lik 408 408 39 39 nomer telefonlarga telefon qiling. Mana yaxshi holatdagi Nexia 2. Sizlar mana Nexia 2 ni kam yurilganidan so'raganlar uchun mana shunaqa 2014-yil Nexia gibrid motorda ekan. Moy-poy, hadovoy hamma chastlarida ishi yo'q deyishyapti, toza. Kraskalari ikkita orqa eshikda pitnochalar bor ekan. Qolgan joylar toza. Mana salon qismlariga e'tibor beramiz. Yangi holatda marafoncha qilishganmi? Salafancha o'rnatishgan 84 ming. Hozir 84 ming yurgan deyishyapti. Ha, mana 84 ming yurishgan ekan. Tak, yaxshi holat, yangi holat, mana ichkarigi qismlari. Tak. Akajon, bu minilmay qo'yilganda uyda. Da, endi qanchadir muddat turgan, undan keyin moshin propanda, metan qo'yilmagan. Moshin propan propanda. qo'yilgandan keyin shuncha yurgan o'zi. Aytishlaricha shunaqa. Bir xil moshin, даже o'zini zavodskoy shot spravkasi и kitobchalari bilan turibdi, ko'rsatishim mumkin. Bor. Bor. Bu odamga ko'rsatib beraman. aha, oladigan odam bo'lsa, mana naqd pul bilan kelsa, necha pulga berasiz endi? Bo'lish. Bozorda 5600 aytib turibmiz. Ha, Kelishtirib beramiz, xudo xolasa 5200 qilib beramiz. bo'lishi, ha, shuni naqd pul bilan 5200 bersa oladi. Shunday. Dokumentida muammosi yo'q. Generalniy chiqadi, ha? Hammasi chiqadi. Motor, korobka, hadovoyi, kuzovida chaqa-chuqa hech qanaqa ishi yo'q. Hammasi qilingan. Appa arzoni. Nimachi? Variantga bormi? Yo'q, gap Variant. 5-6 deyapmiz. Nomeringiz nechi? Variantga 20 kun kutib tura olamiz, maksimalni yetmay qolgan joyini. Nomerim 97lik. 97lik 032 032 82 50. 82 52, ha? Aha, shu nomerlarga telefon qilib, mana bog'lanishingiz mumkin. Do'stlar, Nexia 2 2014 yili 15% kraskasi bor ekan. 1.6 motorda, lyuks bez konditsioner. Mana ichkarigi holatlarni ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa ishi yo'q deyishyapti. Moy-poy, hadovoy chastlarga ishi yo'q. Tonirovka hay urilmagan ekan. Moshin metanda, benzinda yuradi. Tak. Yurgani halol deyishyapti, mana 274 mingta, почти 3 kuruk. Halol yurgan deyishyapti. Mana chexol poliklarni ko'rishingiz mumkin. O'rtacha holatda, yomon emas. Akajon, tak, bu qanaqa ishlari bor? Yo'q, ishlari yo'qmi? Ishi yo'q. Motor yaqinda 6 oy bo'lib apketkadan chiqqan. Toshkent shaharda mashina aka. Toshkent shaharniki. Toshkent shahardagi. Hech qanaqa xarajati yo'q. Motor, hadovoy, korobka hammasi chot sakon. Balonchalar qachon qo'ygansiz? Balonlar aka qo'yilgan yangi. Yangi, ha? Metan, benzin bemalol. Ikkalasini ham aka muammosi. Tak, necha pul mana naqd pul bilan kelsa, necha pulga berasiz? Aka 5 ga gaplashamiz aka. 5 atrofida gaplashasiz. Gaplashamiz narxiga. 4800 ga bitadimi mana podpисчикларga endi gap so'raysizda. 900 bo'lsa aka bitadi. 4800 ga sal kam bo'lib qoladi. Ha, 4900 ga xudo xolsa bitadi. Variantchi? Variant aka uzog'i 20 kun kutib tura olamizda. 20 kun? Naqdga iloji boricha. Ha, naqdga bo'lmasa iloji boricha. Nomeringiz 99 99 118 118 66 45. 66 45 nomer telefonlarga telefon qiling, mana mashinacha yaxshi holatda ekan. Telefon qilinglar. Do'stlar, Nexia 2 2015 mana yangi yili gibrid motorda ekan. Akumulyator chashka-pashka joylarini almashtirgan ekan. Yaxshi holatda deyishyapti.
Tak, holati, kraska holati mana orqa eshikda pitno bor ekan. Qolgan joylar toza, yana tekshirib olasizlar. Salon qismlari chol polik taqilgan ekan. Apshifkalar mana yoni bunday kojacha bo'lgan ekan. Tak, 96 mingta yurgani. 96 mingta yurgani halol deyishyapti. Tekshirib ko'rasiz. Qolgan navaratlari hozircha men ko'rmadim, lekin metan qo'yishgan ekan. Metan benzinda yuradi. Gaz, benzin. Mashina yaxshi holatda ekan lekin. Aka bu ishlari yo'q, xudo xolsa. Ishi Toza, ha, ishi. toza. Miniladi. Tamom. Faqat minish kerak, tamom. Naqd pul bilan kelsa, necha pulga berasiz? Naqd pul. Pul bilan 6 dan bir 100 pul beramiz. 6 dan 5900 larga bitar ekanda. Variant bormi? Variantga ham chiqaramiz. Chiqarasiz, kelishsa bo'ladi. Kelishamiz. Nomeringiz 93lik 93lik 727 727 0770. 0770 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Do'stlar, Nexia 2 2015-16 ekan yili. Mana gibrid motorda. Hadovo yo'q qismlari, akkumulyatorda hech qanaqa ishi yo'q, tayyorlangan ekan mashina. Tak mягкий balonda taqilgan. Kraska holatlari mana bu ikkita eshikda shunday mana shu tarafda pitno o'tgan ekan. Qolgan joylar toza, yana tekshirib olasizlar. Mashina metan benzinda yurar ekan. Mana chiqov poliklar yangi. Salon qismlari вообще ideal ekan. Toza. Tak yurgani 1,5 kun yuribdi. 1,5 haloldan xudo xolsa. Halol yurgani. Tak, akajon bu qanaqa ishlari bor? Ishlar yo'qmi? Yo'q, bormi? Yo'q. Hech qanaqasi yo'q. Faqat minish kerak. Javob. Dokument qilib, faqat minish. Generalni chiqaryapsiz, ha? Generalni ham appointdan xohlaganini beramiz. Mana naqd pul bilan kelsa, necha pulga berasiz shunday shitir sanasa? Naq bir 6000 bo'lsa beraveraman. Taqalgan, ha, вообще. Oxiri 6000 bo'lsa beraman. 6000. Tak, variantgachi? Variantga ham bo'ladi. 3dan bir 3000 la bo'lsa qolganingizda bo'ladi. Qolgani eshitsa bo'ladi, ha? Nomeringiz 93lik 93lik 538 538 70 70 75. 75 nomer telefonlarga telefon qiling. Bu qayerning mashina ekan? To'g'ri. Kattaqo'rg'onning mashina mana. Yaxshi holatda. Telefon qilinglar. Siz Nexia 2 tayyor holatda so'raganlarga mana 2016 lyuks konditsioner 1.6 motorda akkumulyator hamma joyi toza deyishyapti. Mягкий balonlar taqib qo'yishgan. Kraska holatlari orqa kriloda bitta pitno. Mana yerda oldi kriloda mana yerda yana bitta bitnocha bor ekan. Qolgan joyi toza, yana tekshirib olasiz. Tak, ishlari yo'q. Orqa tanrafgacha urilgan. Salon qismlari chexol taqilgan ekan, poliki yo'q, polima iloncha holatidagi nima urishgan iloncha. Tak, yurgani 1,5 krug mana 161 mingta. Halol deyishyapti, o'zimniki mashina deyishyapti. Tak, holati yomon emas. Aka bu propan, metan nima? Metan, ha, benzinda ham yuradi. Benzinda ham. Holati qanaqa? Bu ishlari yo'qmi? Miniladi. Hadovoyiga nimasi ish qilib yurgan? Hamma narsasi chot, motor yog' yemaydi, konditsioner ishlaydi. 4 ta yangi balon qo'yganman, chexollar yangi. Bagajlanchi, zapaska hamma narsasi bor. Bo'ldi. Naqd pul bilan kelsa necha pulga berasiz? Kelishamiz. Ayting, bu bilib olish uchun o'shanga qarab telefon. 6000 bo'lar. Kelishamiz. Naqd pul bilan kelsalar 6000 larga, ha? Past bo'lsa ham 5700 masalan. Yo'q, 5700 hosil qilishda bermadim. Bermadingiz, ha? Ha, kelishamiz, kelsalar. Qo'shsa berasiz. Ha. Variantchi, variant. Yo'q, variantga bo'lmaydi aka. Yo'q, ha? Generalni chiqarasiz. Ha, dokument, любой dokument. Nomeringiz 94lik 94lik 472 472 6400. 6400 nomer telefonlarga telefon qilib olishingiz mumkin. Bu qayerning mashina? Kattaqo'rg'on shahar. Kattaqo'rg'onning mashina. Telefon qilinglar. Do'stlar, 2015 Nexia 2 so'raganlarga mana kraskalar 15% bor deyishyapti. Mягкий balonlar taqilgan, gibrid motorda. Mashina kam yurilgan ekan, 40 ming yurgan, halol deyishyapti, olib qo'yilgan. Faqat benzinda yuribgan mashina ekan, propan, metanlari yo'q. Salon qismlari mana zavodskoy chexolda turibdi, poli qo'yilmagan, mana kitobchalari hammasi yangidek turibdi. Halol yurgani mana 40 ming. Akajon sizdan, xudo xolsa. Bu
necha pul qilsa shunday naqd pul bilan kesib Hozir berasiz? 300 bironima o'tib beramiz aka. Shu 6 minglarga bitadi xudo xohlasa. Bitmaydimi? Yo'q, yo'q. 6100 mi bo'lsa? Shunday. Shunday, a? 6100 naqd pulga, variantga Yo'q, variantga yo'q. faqat naqd pul. Nomeringiz? 94 487 97 77. Ha, 94 487 97 ha 97 77 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Nexia 2 2016-17 yil ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda gibrid motor. Kraskalari orqa krilloda pitno bor ekan. Yana mana yerda yana old eshigida yana bitta pitnochasi, ikkita pitnochasi bor. Orqa tonirovkacha qilingan ekan, metan benzinda yurar ekan. Ichkarigi holatlari mana chexol o'ziniki, zavodskoy. Poliklari bor. Tak. Yurgani 50 mingta. 50 mingta yurgan ekan, yaxshi holatda mashincha. Qanaqa ishlar bu akajon buni? Ishlari yo'q, motor yuzi korobkada. Aha, kraskasi qayerda bor deysiz? Arqa kirlar bilan kapotda. Arqa krillo. Ha, kapotda ham bor ekan, pitnoch. Necha pul deyapsiz? 6 ming deyapsiz. Naqd pul bilan kelsangda, shitir sanayman desa 5,5 ga bitadi xudo xohlasa. Shitir. Shu atrofdan. Ha, bo'ldi. Variantchi? Bo'ladi. Variant ham bo'ladi. Nomeringiz? 88lik 88lik 320 320 55 57. 55 57 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Mashina qayerniki? Navoiy. Navoiy shaharni. Nexia 1 2007 yili Dons 1.6 motorda ishlari yo'q deyishyapti. Mana miyaqki balonlar taqib qo'yishgan ekan. 30% kraskasi bor deyishyapti atrofda. Orqa tonirovkacha qilingan ekan. Ichkari qismlari chexolcha o'rnatishgan, polik bor. Tak, yurgani halol mana 276 mingta. Başta 3 kuruk yurgan, tirikchilik mashina. Tak, yaxshi holatda deyishyapti, hech qanaqa ishi yo'q. Akajon bu miniladi, ha, bo'ldi, ha, ishlar. Biz haydaveramiz o'zimiz. O'zingiz haydaysiz, ana javob mashinaga. Mashina chotki unaqa yana yo'q. Shunda shitir sanayman, naqd bilan kelaman deganlarga necha pul qilib berasiz mana? Patishlar ko'rsin. Boshqalar eshitmasin. Ayting. 4 mingdan o'tib beramiz, kelaversin, kelishamiz. 4 mingdan o'tib berasiz. 3600, 3650 shunaqa. Shu atrof sal teparoq, ha. Bo'ldi. Variant yo'q, ha? Yo'q, yo'q, narx yo'q. Faqat naqd. Faqat narx. Ha, bo'ldi. Bu nomeringizni ayting. Telefon qiladida patishlar bizaniki zo'r patishlar. Puli bor-da bularni. Bratlarni. Tamam, tamam. Tak, 94lik 94lik 280 280 0777. 07 77 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Mashina qayerniki aka? Kattaqo'rg'onlik. Kattaqo'rg'ondan bugun faqat Kattaqo'rg'on kelibdi-da. Telefon qilinglar bratlar. Tamam, tamam. Teki Dons 1.5 motorda 2008 ekan yili. Ko'rishingiz mumkin. Kraska joylari mana eshik tarafda pitnolar bor ekan, ikkita eshikda. Qolgan joylar miyaqki balonlar taqib qo'yishgan ekan, orqa tarafga ko'rishgan ekan. Chexol yangi qo'yishgan. Apshikachalar koja bo'lgan ekan, mana apshikacha koja mana nimalar nakitkalar taqib qo'yishgan. Tak. Kaliti bor ekan, kaliti bor. Tak, 3 kurukdan o'tibdi yurgani. Halol o'zimniki mashina deyishyapti. Yaqinda bo'lgan hadovoylar hammasi chot. Motor hadovoylar bo'lgan ha yaqinda. Pakalini propan. 4-pakalin propan benzinda ham atak yuradi. Tiqir ishlari yo'q. Texniki, ha? Benzinda ham Lukoildan solamiz. O'ziniki mashina qayerniki? Mashina o'zimniki, Toshkent. Nima? Alfonchiz. Muammosi yo'q aka. Aha, variant bormi? Variant yo'q, narx. Naqd pul necha pul? Shu shitir sanayman naqd pul bor deganlar podpishchilarga necha pul qilib berasiz? 4200 sanasa olib ketaveradi. 4200 shunday sanasa olib ketaversin. Nomeringiz 90lik 90lik 282 282 22 22 27. 27 nomer telefonlarga telefon qiling, bog'laning. Do'stlar, Nexia 2 2015 yil so'raganlarga mana gibrid motorda, yaxshi holatda, tak akkumulyator moy hammasi ideal holatda deyishyapti. Orqa tonirovkacha urilgan, kraskasi ikkita pitno bor ekan, eshik tarafda. Qolgan joylarni tekshirib ko'rasiz, toza ekan. Miyaqki balonlar taqilgan. Ichkarigi holati chexol yangi taqilgan ekan. Polik
toza yangi, chexopoliklar yangi. Tak, halol yurgan deyishyapti. Hozir ko'ramiz. 122 mingta yurgan ekan. Tak, ichkariga holati yaxshi. Bu akajon sizdan ha, xudo xolsa. Konditsioneri bormi? Konditsioner bor aka, luks konditsioner. Lyuks konditsioner bo'ladi. Propan, metan, Metan bor aka. metan, benzinda ham asoy Ha, yuradi. 100 talik turibdi bagaj. 100 talik turibdi. Tak, nech pul man naqd pul bilan kelsa, nech pul beradi? 5700 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 5,5 bersa olib ketsa, ha? Ha. Seryozni man patishlar puli ko'p-da. Ha, gap yo'q. Ha, bo'lmasa variantchi. Hali yetmasa bir oylar qarab turamiz, gap yo'q. Gap yo'q. Generalni chiqadi. Chiqadi, general. Qayerda moshin? Sharniki. Samarqand shahar. Aeroport. Aeroport. Aha. Sharga yurgan moshincha. Aha. Nomeringiz 90lik. 90lik 606 606 00 00 12. 12 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Qancha ekan puli? Do'stlar, Nexia 2 oq rangida 2015 1.6 motorda holati yaxshi deyishyapti. Aka, kraskalari qayerda bor ekan? Kapot Krillada bor. Krillo almashgan, kapot almashgan, Krillo o'ziniki. Aha. Puliga yarasha. Purgash. Propanda yurgan ekan moshin, ya'ni benzinda ham yuradi. Metan qo'yilmagan, orqa tonirovkacha urilgan, mягкий balon taqilgan. Ichkari holati chexol yangi, apishkalar ko'zacha bo'lgan. Tak, pol 2 ham yaxshi holatda yurgani 114 mingta ekan. Moshincha zo'r holatda zavod quraylik ekan bitta. Bo'lsin shunaqasidan. O. Ye. Gaz beramanmi deyman. Oo, yomon bo'lsa-da bu. Yomon zo'r ekan 1.6 motor. Tak, akajon. Bu birdaniga zavod bo'lmaydi, bu nimasi? Sal gazroq bo'lsa Ha, u yomon ekan, ovozi lekin. Ha, ovoz bular sal chaqaroqga shuning uchun. Ha. Bu ishlari yo'q, xudo xolsa. Kiradigan xarajati yo'q. Motor, Minilar. korobka, hadoy hammasi aka to'rtta bo'ladi yangi aka. Moshin qayerniki ekan moshin? Moshin Payariqniki aka. Qayeriqniki. Shunday naqd pul bilan kelsa, mana akam so'rayapti. Naqd pul bilan shunday kelsa, shitir sanayman desa, nech pul? To'rtdan nari beri qilib beramiz aka. 3700. Ayyo. Podpисчикlarga. Aka kelishtirib beramiz. Biroz qo'shsa 3800 larga bitadi. To'rtlarga bitadi aka, to'rtlarga. Endi To'rtlarga bitib qoladi. Aka kelaversan gaplashamiz. bo'ldi. Variant yo'q, ha? Bor. Bor, ha, Hammasi mana. bor aka. Bo'ldi. Nomeringiz 88lik. 88lik 897 897 84 84 89 aka. 89 nomerlarga telefon qilib, mana akam cho'li qilib beraman deyaptilar. Zo'r holat. Do'stlar, yili eskiroq, suyagi butun Nexia so'raganlarga, mana Nexia 1 Sons motorda 1997-yil moshin. Balonlar 14 ga 20, kraskalar 40%. Koreyskiy sborka ekan bu. Chexollar bu Mersiniki ekan chexol mana qana. Yomon emas. O. Tak, o'tirganingizda eskirog'i mana 687 mingta yurgan ekan. No, holati ideal. Yuradigan mashina aka deyaptilar. Pul kerakligiga sotmoqchi ekanlar. Qani? O bittada mana zavod bo'ldi. Zakonmi? Yuradi-da. Bu propan, ha? Propan, benzin. Benzinda ham yuradi. Nech pul? 3,5. Xudo xolsa 3200 ga bitadi. Yo 3000 gami? 3300. Nomeringiz? 77lik 77lik 204 204 0845. 0845 nomerlarga telefon qiling. Beradilar, arzonroq qilib beradilar. Yuradigan mashina mana, zakonni holati. Sizlar 2010 Nexia 2 so'raganlarga mana holati yaxshi ekan. Sons motorlarda turibdi, mягкий balonlar taqilgan ekan. Kraska ikkita joyiga, bitta orqa krilloda, bitta eshigiga bor ekan, petno. Tak, orqa tonirovkachalar bor, chexol. Ashli zo'r holatdagi chexol. Polikchalar yangi o'rnatilgan, salon qismlari toza ekan lekin. Toza salon qismi Pioneer maytofonlar o'rnatishib qo'yishgan. Tak, yurgani 1073 mingta yurgan ekan. Tak. Mana ovozini endi nima qilasizlar?
Yomon emas lekin holati. Eshik ochib yopilishi ham yomon emas. Aka bu sizdan a? Bizdan. Qanaqa ishlar bu? Ishi yo'q aka, minish kerak aka, bo'ldi tamom. Hamma hadovoy qilingan, gaz qo'yilgan, tonirovkalar o'rilgan, magnitofon, hamma. Metan a? narsa. Metan a? Metan aka. Benzinda ata yuradi. Bu o'zi benzinda yurgan, shu bugungacha benzinda yurgan. To'rtta yangi balon, xarajati yo'q mashina. Qayerniki? Toshkentdagi. Toshkentniki. Necha pul bo'lsa, mana naqd pul bo'lsa berasiz. Necha pul? Naqd pulga 4,5 ming bo'lsa berib yuboramiz aka. Taqalganimi? Ya'ni tushib berasizmi yo'q? 4300 qilib beraman men sizni nomingizdan. O, bo'ldi. 4300 oxirgi narxi. Variant bormi? Yo'q, variant yo'q lekin. Generalni chiqadi. Yo'q. Qanaqa? Nomiga o'tkazib olaman birdan. Nomeringiz 95lik 898 95 898 45 95. 45 95 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Sizlar Nexia 2 2014 yilda mana 1.6 motor Dons holatingizni ko'rishingiz mumkin. Lux konditsioner. Kraskasi ikkita kriloda, bitta kriloda, bitta eshik tarafda bor edi. Ikkita eshikni pastda. Kriloda yo'q ekan mana, toza ekan. Tak, ichkari qismlari chuqur yangi ekan. Apshkacha zo'r, polik taqilgan. Tak. Yurgani 165 mingta. 165 mingta yurgan. Holati yaxshi ekan. Aka, bu qanaqa ishlar bor endi, xudo xolsa? Ishlar yo'qmi? Buni shunday olish kerak, gaz solmanish kerak. Gaz yo'q ichida hozirroq. Ha, bo'ldi. Shu. Boshqa muammosi yo'q mashina aka. Qayerda haydaydi. Mashina Toshkentda mashina 4 ta balon yangi. Mashinada lanjirlarga da chok tushmagan. Ko'radi, ko'rib oladi. Ikkita eshikchada kraskachasi bor, undan tashqari hech qayerda yo'q. Tekshirtirib oladi. Qolgan joyiga javob aka. Javob. Aha. Necha pul shuni naqd pul bilan kelsa, necha pul beradi? Naqd pul bilan kelsa 5600 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Bu ham bir 5300 larga bitsa, ha, bitta. Xudo xohlasa shu atrof haydab. Yaxshi inson bo'lsa, haydab. Yaxshi inson bir kulib turib, xudojo'y inson bo'lsa, kelishtirib berib yuboramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Variant nimalarga? Variantlarga ham kelishib ketaveramiz. Farqi yo'q. Xo'p. Bu generalni chiqadimi yo'q, bu ham Bu doverniyachi. faqat dokumentda. Dokumentli. Dokumentli. 10 hozir chiqadida dokumentga o'tkazmay qo'ydi-da doverniyachiga. Faqat dokument deyapti. Ha. Nomeringiz? 88lik 188 0055 nomeri. Ismi Marat. O, Marat. 88lik 188 188 0055. 0055 nomer ham boshqacha ekan. Ha, YouTube'ga yozsa Chiroqchi Marat yozsa chiqadi. Chiroqchi Marat akaning mashinalar ekan, o'zlariniki. Ha, o'zim mashina. O'zi doverniy mashina ekan. Bolalar shu telefon qilib olishingiz mumkin mana shu mashina. Do'stlar, yaxshi holatdagi Nexia 2 mana 2015 yilda oq rangida gibrid motorlar o'rnatib qo'yishgan ekan. Mana mягкий balonni taqilishgan. Kraska holati mana shu tarafda. Kraska almashgan ekan, mana bu taraf polni. Yomon udar tegmagan. Mana shu tarafiga tekkan, bitta yerda pitno bor ekan. Orqa eshigida pitnochasi bor. Salon qismlari lekin toza. Chexol poliklar yaxshi taqishgan ekan. Yurgani 97 mingta yurgan ekan. Video nablideniyani o'rnatib qo'yishgan. Salon qismlari yaxshi. Yomon emas. Propan 4-pokoleniya benzin o'rnatishgan ekan. Akajon, tabrik gaz balon. Aha. Bu bitta o'sha tarafi eshigi kraskasi, ha? Aha, necha pul qilib berasiz? 5,5 qilib beramiz aka, 5,5. Naqd pul taqalganiga. Taqalganiga. 5,5 ha bo'lsa. Variantchi? Variant yo'q. Moshina qayerniki? Moshina asli Samarqand shaharniki, Ishtixonda yuradi hozir moshina. Ishxonda yuradi. Nimaga? Generalni beriladi? Birdan nomiga o'tkaziladi. Aha. Nomeringiz? 77lik nomer 77 161 0333 nomer telefonlarga telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Do'stlar, biz Nexia 2 dan Nexia 3 ga o'tamiz. Mana oq rangida 20-21 yil ekan, Magicalari bor. Mana shunaqa 1.5 motorda. Holati ideal deyishadi. Faqat benzinda yurgan ekan mashincha, orqa tonirovkacha urilgan. Salon qismlari mana
Chexol polik yangida, zo'r holatda. 36 mingta yurgan, faqat benzinda mana video nablideniyasi bor. Kraskachasi faqat mana bu tarafda, mana bu kapotda biroz mana bu tarafda chiziqcha bor ekan. Qolgan joylari toza, yana tekshirib olasizlar. Akajon, bu ishlari yo'q-a, xudo xolsa. Yo'q, texnik umuman ish yo'q. Moshi qayerniki? Samarqand shaharniki. Samarqand shahar. Variantlar bormi? Yo'q. Yo'q, variantga yo'q. U naqdga shay kelishadi. Generalni beriladi. Generalni beriladi. Naqd pul mana shtir sanayman desa necha pul bersin mana shtir? Shtir sanasi 8 ming. Bo'lishi ha bunday. Taqilishi. Savdo qilmasdan 8 mingga beraverasiz. 8 mingga beradi. Bo'ldi, nomeringiz 99lik 99lik 567 567 70 70 34. 34 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Nexia 3 yili 2019 oq rangida. Kraskalari bitta orqa kriloda pitnocha bor ekan, qolgan joylari toza, yana tekshirib olasizlar. Tak. Charm balonlar o'rnatishgan, diskalar o'rnatishgan. Cho'qolni zo'rdan taqib qo'yishgan ekan, kojni. Tak, poliklari zo'r, Lenovo ekrancha o'rnatishgan. Video nablideniyasi bor. Tak, yurganni kaliti mejikarlari bor ekan. Hozir yurganini so'raymiz. Qancha yurgan akajon bu? 150 ming yurgan, Katta Qirg'onning mashina. Shu naqd pul bilan kelsa, necha pulga berasiz taqilgan? 300 ming olsin kim olsam. 7300 shunday bersa olsin, ha? Variantchi? 1-2 kutamiz mana. Aha. Generalni chiqaradi. Nomeringiz 93lik 93lik 302 302 76 76 66 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lashingiz mumkin. Mana mexanika Nexia 3 2019 oq rangida. Do'stlar, birdan dehqondan mashina so'raganlarga mana 2019 Nexia 3 kraskasi вообще toza deyishyapti. Domlaniki ekan, faqat shu kollejga borib kelganlar hech qayerga tekkizmasdan balonlarda yangi bironta problema chiqsa, tak 2000 o'zim beraman, pulni ham beraman deb nima qilyaptilar? Uverning gapiryaptilar. Mana chixopoliklar yangi o'rnatishgan ekan. Mashina faqat benzinda yurgan, propan metanlari yo'q. Tak 32 mingta yurgan ekan, faqat mana yerda mana bitta o'rnatishni almashtirasiz. Qolgan joylari problema yo'q ekan, qolgan joylarda. 32 ming dedingiz yurganni? Ha, naqd pul bilan kelsa, shunda shtir sanayman naqd pul bilan akam. Savdo qilmasdan necha pul? Aka, naqd pul bilan kelsa 7700 bo'lsa beramiz, agar sizni kanalingizdan kelsa yana 50 o'tib beramiz. Ana 7650. Ha, bo'ldi gap yo'q. Gap yo'q, variantchi? Yo'q, varianti yo'q. Faqat naqd pul kerak, ha? Agar mashinada bir joyidan ayib topsa, kraska, motor mana qaytarilgan $2000 o'tib beramiz yana. Gap yo'q, gap yo'q. Sepilgan joyi bor, tekshirib oladi. Agar shunaqa joyi chiqsa 2000 o'tilar. Javob. Gapga javob. Gap. Qo'l tashlay mana, ovozi ham chiqsin qo'ldan. U Katta Qo'rg'onning mashinadaysiz? Ha, Katta Qo'rg'on salondan bir qo'l chiqqan, bir qo'l. Birinchi qo'l, ha? Birinchi qo'l. Ha. Olgan odam ikkinchi qo'l bo'ladi. Gap yo'q. Nomeringiz? Nomeringiz nechi katta? 88lik 393 393 37 44 37 44 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. bo'lishi o'sha. Do'stlar, Nexia 3 oq rangda 2020-21 akkumulyator almashgan, yangi qo'ygan deyishyapti. Mana hech qanaqa ish yo'q. 4 ta yaxki balon taqilgan, kraskalar top-toza deyishyapti. Orqa tonirovkachalar bor. Avtomat, chixol yangi, polik zo'r holatda, chixol poliklar zo'r holatda. Tak. Yurgani 65 mingta. Ajoyib tarzdagi salon. Salon qismlari zo'r ekan. Kraskalar 0 deyishyapti. Tak, metanda yuradi, benzinda ham yuradi. Aka, sizdan ha, xudo xolsa bu. Ha, aka, Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz? 9700 so'rayapman. 9700. Men подписчиклар naqd pul bo'lsa, savdo qilmasa, birdan shunday o'sha pulni olib kelsa, nech pul berasiz? Oxiri. Savdolashmasa. Hey, hammani vaqti bor-ku. 400 qilib beraman aka, oxiri. 9400 oxiri, ha? Ko'nglingiz. Variantlar bormi? Pichi yarim yetmasa, Yarim yetmasa qilib berasiz, ha? Generalni chiqadi. generalni harakat qilamiz. Nomeringizni ayting. 50lik 250 50lik 250. Oq rangidagi Nexia 3 2018-yil. Kraskasi toza deyishyapti. Tak,
hozir ichkari qismlarini ko'ramiz. Orqa tonirovkacha bor, chexol yangisidan o'rnatib qo'yishibdi. Polik bor, avtomat. Tak, avtomat. Yurgani 126 mingta yurgan ekan. Video navigatsiyasi bor. Salon qismlari yaxshi, ideal holatda. Orqa qismlarni qaraymiz. Orqa qismlarda propan o'rnatishgan. 3-paketli mana hozir ko'ramiz. Holati yaxshi ekan. Qachon sizdan a? Bu necha pul? 8800. 8800 bu bo'lishimi yo'q? Oxirgi mas'ul o'tib beramiz. Naqd pul bilan kelsa 8,5 qilib beramiz. oxiri 8,5. Variantga bormi? Ha, varianti bor, variant qilib beramiz. Variantga ham bor. Samarqandning mashinami bu? Ha, shaharning mashina. Shaharning mashina. Propan 4-paketli. 4-paketli qo'yilgan. Chiqol poligi bor, pulti bor ekan. Tayyor mashina ekan. Ha, tayyor. Nomeringiz 98lik 98lik 273 273 50 27. 50-27. Generalni beradi. Hamma narsa qilib beradi. Variant? Variant ham bor. Bo'ldi, telefon qiladi. Sizlar Nexia 3 2020 JK2 rangida mokri asfalt. Holati yaxshi deyishyapti. 4 ta yangi balon o'rnatishibdi. Mexanika aytib o'tganimdek, bo'y hadovoy qismlarida hech qanaqa ish yo'q deyishyapti. Kraska holati bo'ldi. Kraska holati ikkita joyda ekan. Orqa krilo va mana kapotda kalinkacha joyda kraskasi bor. Ichkarigi qismi mana chexol o'rnatishgan. Yaxshi holatda, poliki ham bor. Mexanika aytib o'tganimdek, 81 mingta yurgan ekan. Yomon emas. Holati yaxshi. Xo'p, mana yana sizdan bu mashina aka. Bu propanmi, metanmi? Propan 4-paketli. Benzinda ham cho'tkan. Benzinda ko'p gazga o'tadi. Qanaqa ishi bor, ishi yo'qmi? Ishi yo'q, hamma narsa qilingan. Balon, chiqol, polik. Aha. Pitnochasi bor, kalinasi bilan kapoti ustida. Bo'ldi. Necha pul? 8,5 so'rayapmiz, kelishtirib beramiz. 8 mingda. Va naqd pulga 8 mingga bitar ekan. 8 mingga beramiz mayli. Ha, yaxshi. Variant? Variant avtokredit qilib beramiz. Hammasi bor. Nomeringiz 98lik 98lik 273 273 50 27. 50-27 nomer telefonlarga telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Ana bodom bilan choyni bonusiga berib yuboraman deyishyapti. Sizlar yili yangiroq, mana 2020 Nexia 3 so'raganlarga kraskasi toza, holati ideal deyishyapti. Yangidek Samarqand shaharining mashina. Salon qismlari, chexol, bo'lik, hammasi yangidek. Mexanika aytib o'tganimdek 40 mingda yurgan ekan. Holati yaxshi. Holati zo'r. Bu benzindan tashqari yana propan metan bormi? Yo'q, benzinda. Faqat benzin yurgan mashincha. Necha pul deyishyapti? 8,5. 8,5. Taqalgani 8 larga bitadan naqd pul bo'lsa. Shunday ekan. Variantchi? Qilib beramiz. Avtokredit variant. Avtokredit variant. Generalni beradi. Ha, beramiz. Nomeringiz 90lik 472 50 03. 90lik 472 50 03 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Nexia 3larning obzorini davom etamiz. Mana 2020 yili kraskasi toza deyishyapti. Holati yaxshi, hech qanaqa ishi yo'q deyishyapti. Tak, salon qismlarini qaraymiz. Chexol, polik hammasi yangidek turishi. Benzin, metani ham bor ekan. 54 mingta yurgan. Tak, salon qismlari yaxshi holatda. Mejikarlari bor ekan. Kraskasi yo'q. Aka sizdan ham o'sha. Bu hech qanaqa ishi yo'q, xudo xolasa. Faqat menish kerak. Faqat menish kerak. Generalni beriladi. Beriladi. Variantchi? Variant ham. Avtokredit hammasi bor. Vikupga ham beriladi. Vikupga ham beradi. Necha pul? 8400. Kelishiladimi? 8 minglarga bitadimi, xudo xolasa? Yo'q. 200 qildi naqd pulga. 8200 bermadingiz. 8300 larga bo'lsa berasiz. Xo'p, nomeringiz 91lik 523 76 73 nomer telefonlarga bog'lanib aloqaga chiqing. Nexia 3 yili 19/20 oq rangida. Kraskasi orqa eshikda bitta pitnosisiz bor ekan. Qolgan joylar toza deyishyapti. Yana tekshirib olasizlar. Tak.
Moshin metan emas, propanda, propan benzin, avtomat. Tak, chexollar yaxshisidan taqib qo'yishgan. Brabus. Polik, chexol hammasi normalniy. Tak, 50 mingta yurgan ekan. Holati yaxshi, mejikarlar bor. Motor xadovoylari garansiya deyishyapti. Aka, bu nechi pul? Bunisi. Bu 8700 bo'lish. Bo'lishi, ha? Savdolashmasdan oxiri. Variant keyin chiqadi. Variant, avtokredit, vikup hammasi bor. Kiliga ham qilib beraman variantga. Kiliga ham qilib berasiz. Samarqandniki, ha, shahar? Shaharniki. Nomeringiz? 591lik 91lik 557 557 07 07 67. 67 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Do'stlar, mana yana bittasi 2019 yili mexanika, kraskalar yo'q, radno deyishyapti. Tak, orqa tonirovkacha qilingan ekan. Salon qismlari mana chexolni zo'rdan taqib qo'yishibdi. Mana mexi chexollar. Tak, yurgani 53 mingta yurgan ekan mexanika. Nakitkalar taqib qo'yishgan. Sho'poliki yaxshi. Bu propan, ha, yo metanmi? Propan. Mягкий balonni taqib. Aha, kraskasi radnoy deydi. Bu qanaqa? Bu ham avtokredit, vikup hammasi bor. Hamma variantga beriladi. Hamma variant bor. Nechi pul bu? Bo'lishi 8300. Bo'lishi 8300, ha? Savdosiz. Savdosiz. 8300 ga berasiz. Nomeringiz? 91lik 557 91lik 557 07 67. 07 67 nomer telefonlarga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Savdoni qizig'i bo'lyapti ya. Nexia 3 ga. Shu moshinga savdo bo'lyapti. Savdoni yomon bo'lyapti lekin. Aka 50 dollar bergan. Shuncha odam bor, bering. Xatob aka, bir ikki uyatda qilsam, bering desam, bering. 2ga bo'ldik aka. 8100 deyapti. Manimcha 100 dollarga savdo bo'lyapti. Mana shu moshinga Nexia 3. Skryty kamerachi ishga tushyapti. Подпись hali 500 363 nima shunaqa. YouTube'da. Bu 5-video. Endi boshlanyapti. Savdo qiziq bo'lyapti, savdo. Do'stlar, mana men uyga ketyapman, уже oxiri bozorni. Hamma uyga ketyapti. Kam ko'siga rozi bo'lasizlar, qo'ldan kelguncha qo'ydik. Nexia 2, Nexia 3. Kuzatinglar, yana oldinda qiziq videolar bo'ladi, xudo xolsa. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Obuna bo'lganingiz bilan meni kanalimni qo'llab-quvvatlaysiz.